charchadim degan frazani gapirdingiz boya. To'g'risini aytsam, ha deb men kaltayman-da. Nima unaqa? Nima yomonlik qildim meni? Chachimni oldirib men astoydil keldim. Afsuski meni ona iplos o'pib tashladi. Men qaslanib qoldim. Adderni gaplashaman brat bilan ko'chada. Ring boshqa, ko'chada urushimiz boshqa. Endi unaqa qilish kerak emas. Doim chidash kerak, sabr qilish kerak. Siz sportsmen, uni hadi mengacha unaqa gaplaringiz qilmang. Men kaltayorib charchadim. Gap yo'q, mayli. Hozir hammanglar xursand bo'lyapsizlar, ertadan keyin chiqaman men. Baribir men chiqaman. Gap yo'q. Omad tilayman hammaga. Lekin bo'ldi endi, charchadim to'g'risi. O'zi bizning nimamiz, ota-bobomiz